Mashinani o'rtoqlar o'sha kraska, probellarga javob, xohlagan proverka. Shuning uchun o'rtoqlar mashina olishga, sotishga cho'chimanglar. Bank sistemasiga o'tgan bilan pul pritsena degan bilan u juda tez bo'ladigan narsa. Mashina qilingan ishlar qarang. Amerikan kopteri original. 4 ta yangi balon, pult, video registrator, hamma narsasi bor. Boya aytib o'tgandek mana qarang. Hozir metan turgan bo'lsa, propan qilamasa, buni hamma narsani olib tashlab boshqa qilish shart emas. Kelishtirib beramiz, buni ham narxlarini. Bu ham o'sha Nasiya savdoga $3000. YouTube'ga kirib Rustam aka kanallariga like, podpiskalarni ayamanglar. Instagramga Rustam avto kanallariga ham kirib like'larni bosib tashlanglar. Sog' bo'linglar. Rahmat. Sergeli Mashina bozoridan Gentra so'raganlar uchun do'stlar, navbatdagi videorolikimizni boshladik. Sizlar G'anish Rus kanalini tomosha qilyapsizlar. Hammaga assalomu alaykum. Bugun 12-aprel, haftaning yakshanba kuni do'stlar. Bozorda ko'rib turibsizlar. Gentralar juda ko'p chiqqan. Xudo xolasa bugun biz Rustam akani oldilariga keldik. Assalomu alaykum Rustam aka. Xo'jaga, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Sumsiz? Assalomu alaykum hurmatli YouTube, Instagram kuzatuvchi aziz aka-ukalarimiz, aziz vatandoshlarimiz. Bizani doim musofirdan kuzatib borayotgan jonajon aka-ukalarimiz, joninglar sog'mi, yaxshi o'tibsizlarmi? Xo'sh, bugun mana Sergeli Mashina bozoridamiz. Haftani yakshanba kuni 12-aprel. To'g'rimi? Shunaqa aka. Obzorimiz bo'ladi. Xudo xolasa obzorda bugun 4 ta qoramiz bor, bitta stalnoyimiz bor. 5 ta obshi. 5 ta mashinamiz bor. Hop, bozor holatiga keladigan bo'lsak, bozor yaxshi. Savdo bo'lib turibdi. Narx-navolarda nima yangiliklar? Narx-navoga keladigan bo'lsak, narx-navo men pastdan aytaman, tushgan bo'lsa tushgan, ko'tarilmagan. Tushyapti. Ha, tushyapti. Narxlar tushib boryapti. Ancha tushgan. Xo'y, bir narsani boshidan gapirib o'tib ketmoqchiman. O'rtoqlar, mana bozorda kelib mashina olishga, keyin mashina sotishga ko'pchilik nimadandir sal cho'chib qoldi. Nimadan cho'chiganini bilaman, shuni aytmoqchiman. Nimadan? Mana mashina olib sotib qiladigan vaqtda bank masalasi bo'yicha bankka pul qo'yiladi degan masala ko'pchilik o'ylantirib qo'ydi hoji aka. Shunaqa bo'lyapti. Men shuni gapirib o'tmoqchiman. Mana 1-apreldan boshlangan bo'lsa, bugun 12 bo'lgan bo'lsa, biz pashta 10 tadan oshiq mashina sotdik. Shu yo'l orqali. Men nima demoqchimanki, o'rtoqlar, mana 1-aprelgacha bo'lgan oldi sotdida qanaqa bo'lsa, hozir ham unaqa muammosi yo'q. Mana oluvchi keladi, sotuvchini oldiga, bankka boradi, bitta hisob raqam ochtiradi. Ketsa 20 minut vaqt ketadi. Hozirda xohlagan summa qo'yiladi shodga. Xo'p. Xohlagan summa qo'yiladi, notarius boradi, oldi sotib qiladi, ketaveradi, bo'ldi. O'sha hisob raqam xavfsizmi degan savollar bo'lyapti. U anaqa juda zo'r bor-ku. Umuman o'ylanmanglar o'rtoqlar. Yana tushunmovchiliklar bo'lsa, telefon qilsanglar, men sizga yana batafsil tushuntirib beraman. Bank orqali deganda sizlar noto'g'ri tushunmanglar. Mana oluvchi sotuvchi bankka kiradi, xohlagan bankiga. Hujjat beriladi. 15-20 minut uzog'i, bo'lmasa 10 minutda hisob raqam ochadi. Oluvchining hisob raqamiga xohlagan summa tushiriladi. Ular shartnoma beradi. Shu notariusga boriladi, olib sotib ketaveradi, bo'ldi. Qiyin joyi yo'q. Qiyin joyi yo'q. Uzoq mana bir xil gapirish mumkin. Ochrat bo'lib yotibdi. Odam ko'p. Yo'q, banklar polni ochilgan. Mana bugun yakshanba bo'lsa ham, xohlasangiz mana bu yoq tarafda 5 ta 6 ta mashina bor. Xohlasangiz bank bor. Xohlasangiz Gain oldida bank bor. Hamma notarius oldida 2-3 tadan banklar zo'r ishlab turibdi. To'g'ri, boshida 1 kun 2 kun sal sistemaga tushunmovchilik bo'ldi, mana hozir kunga kelib yo'liga tushib ketdi. Ha, shunday borsangiz bankka sizdan oldin turgan bo'lsa bitta odam bo'ladi yo bo'lmaydi. Shu hujjatni berasiz, 5 ming gaplashib turganingizcha hujjat tayyorlaydi, shu yerga pul qo'yadi, oldi sotdiga. Shuning uchun o'rtoqlar, mashina olishga, sotishga cho'chimanglar. Bank sistemasiga o'tgan bilan pul pritsena degan bilan u juda tez bo'ladigan narsa. Pulning miqdori ham belgilanmagan. Hammasi zo'r. Yana kimdir tushunmaydiganlar bo'lsa, telefon qilsangiz tushuntirib beraman. Xo'sh, endi bo'lmasa obzorimiz boshlaymiz hoji aka. Xo'sh, mana 4 ta qora, bitta stalnoy olib kelgan bo'lsak, hamma mashinalarimiz $3000 dan 12 ta viloyatga Nasiyaga chiqadi. Bank olaman deydiganlar xohlagan banklarni qilib beramiz. Naqd oladigan bo'lsalar, narxini kelishtirib beramiz. Plus xohlagan variantga olingan mashinani 12 ta viloyatga beminnat dastavka xizmati bor. Olib borib berasiz. Olib borib beraman. Bu mana obzorimizda mana shu 2023-26 yurgan stalnoyimizdan boshlaymiz. Mana bundan, Xo'sh. 2023 24 hisob ma'lumot. Avtomat, ABS, luk, hamma narsasi bor. Plus metan gaz qo'yilgan. 4-pokoleniya gaz. 4-pokoleniya metan qo'yilgan.
Xo'p, mashinamiz Banfelgacha radnoy. Ya'ni nomerlarini olib qo'ying. Toshkent shahar mashinasi. Mana kapot qismlarida ham bitta tosh degan joyi yo'q. Tiniq turibdi. Tiniq turibdi. Mashinaga qilingan ish qarang. 4 ta yaxshi balon. Polniy shumka, Shumkalari bor, radar, video registrator, tonirovka bor. Qarang, bunda hozir polik bilan chexol yo'q, to'g'rimi? Xo'p. Mana mashinani nech pulga savdosini qilsak, nech pulga? Polik bilan chexoli bonusiga mana hisobimdan. Pul qo'shilmaydi. Yo'q. Hech qanaqa. Mana oldi mashina narxini kelishamiz. Nech pulga kelishsak ham, o'sha savdo bitgandan keyin hujjat bitadi. Polik bilan chexol mana bozor kiramiz. O'zimiz do'konlar bor. Bonusiga xohlaganlarni olib beramiz. Ko'rmanasiga qilib berasiz. Ko'rmanasiga. Mana bagajda ham qarang. Tiniq turibdi. Zo'r turibdi. Mana anaqa video registrator qo'yilgan, pulti 906. Xo'sh. 12 ta viloyatga nasiya savdo naqd bank bo'laveradi. Nasiyaga boshida kamida 3000 bo'lsa nasiya chiqib ketadi. Naqdga 13,5 so'rab turibmiz, yana kelishtirib beramiz. Mashinani o'rtoqlar o'sha kraska, probellarga javob, xohlagan proverka. Xohlasalar ustalarni olib kelsinlar, xohlasalar chaqirsizlar, olib borib tekshiramiz. Mashina elegant plus, hamma narsasi bor. Boya aytib o'tgandek, cho'g'day turgan ekan. Bakoy knopka deysizmi, magnitofon deysizmi, ABS deysizmi, abagrev deysizmi, zo'r mashinani saloni hidi ketmagan. Tayyor mashina. Tayyor turibdi. Xo'sh. 19imiz. Qoralarga o'tamiz. Bu 19 2019 ishlab chiqarilgan hisob ma'lumot. Zavod gaz mexanika. Zavodskiy metan gaz. Zavod gaz mexanika. Mashina hisob ma'lumot. Hisob ma'lumot bilasiz, bu bir qo'l degani. Salondan bitta odamning qo'li chiqqan, shu vaqtgacha mingan, endi sotishga olib kelindi, sotilyapti. Mashinaga qilingan 4 ta yaxshi balon, pult, video registrator, antiradar, polik, chexol, hamma narsasi bor. Mana ko'rmaganlarga mana texpasportni mana shuni ko'rsatib qo'ysangiz, mana hisob ma'lumot. Ko'rasiz-a? Mana oldi ham. Mana kinishkasini ham ko'rsangiz, shu inson nomiga chiqqan. Xo'sh. Mashinani endi kraska holatini gapirib o'tamiz. Kraska mana shu kalinkamda mana shuni parogda bor. Karniz. Bu yoqda ham endi karniz deydi, endi biz parog deymiz, mana shu parog bilan mana shu kalinkada ikkita tarafda ham bor. Lekin udar bo'lmagan, detal almashmagan. Mashina zo'r. Mana qarang. Ko'rasizmi, mana zapaskalar ishlatilmagan. Xo'sh, mashinamizda endi narxini aytib o'tamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, $9000 so'rab turibmiz. Yana kelishtirib beramiz. Xo'sh, bu aytiladigan narxlar, nima deydi? Taqalib qolgan narx emas, savdosi bo'ladi. Xo'sh, bu endi bankka chiqmaydi. Xo'sh, 12 ta viloyatga nasiyaga qilib beramiz $3000 bilan. Xohlagan viloyatlariga. Necha yilgacha bo'ladi nasiya? 27 oygacha uzoq bilan. 27 oygacha. 27 oygacha bo'ladi. Xo'p, naqdga oladigan bo'lsalar ham, nasiyaga oladigan bo'lsalar ham narxidan kelishtirib beramiz. Narxini $9000 so'rab turibmiz. Kami bor. Kami bor. Tushunarli. Xo'sh, endi mana 24imiz. 2024 mana do'stlar. Bu bitta 16000 mi aka yurgani? Bu mashinani yurgani 16000 yurgan 2024. Ikkitalik. Bu eksport variantga chiqqan mashina. Economizer bor ekan. Eksport variantga chiqqan mashinada hisob ma'lumot ham 24. Texpasport ham 24. Ana bo'lmasa. Mashina qilingan ishlar qarang. Amerikan kopteri original. 4 ta yangi balon, pult, video registrator, hamma narsasi bor. Boya aytib o'tgandek mana qarang. Polik bor, to'g'rimi? CC3 bor, stop start bor. Bunda bitta chexol kam. Chexol yo'q ekan faqat. Oluvchiga chexol mani hisobimdan bonus. Savdodan keyin? Savdodan keyin. Mashinani bir joyda pintno narsa yo'q. Banferlargacha radnoy turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, hoji aka, narxini $15200 qo'yamiz. Savdosi bor. $15200 qo'yamiz. Yana kelishtirib beramiz. Tushunarli. Nasiyaga olaman sizlar, bu mashina ham $3000 bilan 12 ta viloyatga nasiyaga chiqadi. Bankka olaman sizlar, xohlagan banklardan qilib beramiz. Xohlagan. Naqdga olsalar, barter ham bor. Ketaveradi. Agar buni naqdga oladilarmi, bankka oladilarmi, nasiyaga oladilarmi, farqi yo'q.
hujjat bitgandan keyin haydashga qiynalsalar, o'tib ketadi o'rtoqlar, nasiya xizmati ham bor. Xo'sh, 22 miz. 2022 qarang. 22-yil 53 ming yurgan. qora avtomat korobka. Avtomat. 53 ming yurgan mashina. 53 ming yurgan. Buni bitta plus tarafini aytib o'tay, qarang. Ha. Mana bu gaz установка qilingan. Mana оборудование ko'ryapsizmi? Mhm. Bu оборудование xohlasangiz orqasiga propan balon qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz metan balon qo'ysangiz bo'ladi. Hozir metan turibdi. Bunda hozir metan turibdi. Zo'r-ka. Gaz balonni olib tashlaysiz, xohlasangiz metan qo'yasiz. Ketaveradi. Xohlasangiz propan qo'yasiz, ketaveradi. Universal ekan. Universal mana. Men bulardan bilsangiz bo'ladi, o'zi tushunadigan odam bitta ko'rgandan biladi. Bu metanga ham, propanga ham yuraveradi. Miyasi tushaveradi. Miyaga tushaveradi, mana оборудование tushiradi. Buni hozir metan turgan bo'lsa, propan qilamasa, buni hamma narsani olib tashlab boshqa qilish shart emas. Xo'sh, qarang, Amerikanki optiral original, 4 ta yaxshi balon. Tonirovka ruxsatimiz bor. Aha. Malibu bor, Malibu rolimiz bor, Buni poligimiz bor. 909 pultimiz bor. Xo'sh, kraskalar toza, 53 ming yurgan. Narxga keladigan bo'lsak, 13200 so'rab turamiz, kelishtirib beramiz. 13200. 13200. Bunga ham o'sha 12 ta viloyatga nasiya savdo, naqd bank bo'laveradi. O'rtoqlar, narxidan kelishtirib beramiz. Eng asosiysi kraska probeylariga 100% javob. O'sha xohlasalar ustalari bilan kesildi, xohlasalar ustasiz kesildi. Falon joyga borib tekshiramizlar, olib borib tekshiramiz. Yo'q, mana ko'r beramiz degan tekshiradiganlar bor. Endi tekshirib olaversinlar. Hozir ko'payib qolganki, Biz tekshiraveradi. u bekitib aldab sotmaymiz. Narxini kelishtirib beramiz. Oxirgi mashinamiz 23. Texpasport hisob ma'lumot 24 bunda. Gazlari bor ekan aka. Bunga metan gaz qayta jihozlangan. Kraskalar toza. Endi bu ham polniy navorot mashina. Amerikan Copter original, 4 ta yaxshi balon, shumka, tonirovkamiz 1 yil. 1 yil. Barrollarimiz original. CC3 original. Kraskamiz toza. Buni shuni muzikani qo'yib, bagajni ochib qo'ysa, kichkina to'yda o'tsa ham bo'ladi. Samferlar bormi? Ha. Kolonkalar. Mana. Ana bo'lmasa. 120 taligidan. Zo'rdan aka. Yaxshi magnitofoni mana ham CC3 original. Mana kolonkalar original. 3 litrlar original. Mana zapaskalarni ham o'rni ko'raylik. Mana propanimiz. Propan gaz baloni. Propan. Mashinaning holati juda zo'r. Bu mashinamizga ham xudo xolasa 15 ming. Xo'sh, bu yoqqa o'tib olamiz endi. Qancha narx aka? Bu mashinamizga ham 15300 qo'yaylik. 15300 dollar so'rab turibmiz. Kelishtirib beramiz buni ham narxlarini. Bu ham o'sha nasiya savdoga 3000 dollar. Bank hammasi bo'laveradi. Keyin o'rtoqlar mana shu men har videoga aytaman, nasiya savdoga 3000 dollar bo'lsa 12 ta viloyat Qoraqalpog'iston Respublikasiga ham qilib beraman deyman-ku. To'g'ri tushunaman, noto'g'ri tushunish kerak emas. 1,5 ming dollarga bo'lmaydimi, 2000 dollarga bo'lmaydi deganlar juda ko'p telefon qiladi-da. O'rtoqlar bir narsani tushuninglar. Misol nima uchun boshqa 3000 deyman? 3000 dollardan yo'q deganda 800-700 dollar hujjatni o'ziga ketadi. Nasiya qilib berish uchun men bu mashinani oformib qolishim kerak. Nomimga o'tkazishim kerak. Chunki egadan dovernost olib bera olmayman. Nomimga o'tkazib, ijara shartnoma, dovernostlar, sug'urtalar qilib beraman. Unga 700-800 dollar pul ketadi. Shuning uchun boshiga 3000 bersanglar, xohlagan mashinalarni chiroyli qilib, variant qilib beraveramiz. Keyin o'rtoqlar, kimni uyida misol sotishga qiynalib turgan mashinalar bo'lsa, o'zlarida bo'lsa, sotib olaman. Nima mashina? Misol Gentra emas, Gentrami, Cobalt bo'lsa ham, ko'pchiliklar Cobalt olasizmi deydi-da. Cobaltlarda любой pozitsiyasini olaveraman. Olib qolaverasiz. Mexanika, avtomat, qizig'i yo'q. Sparkli bo'lsa-chi? Spark ham olaveraman. Cobalt, Spark, Gentra, Malibu 2 gacha olaman. GM mashinalarini olaverasiz. Hammasini olaveraman. O'rtoqlar, iloji bo'lsa Cobaltlar bo'lsa ham aytinglar. Nimaga desangiz, mana Mamut bo'shab qoldi-da Cobalt qatorab. Shuni Cobalt olib kelib bu yoqqa qo'ysak, bu yoqda Gentra tursa bemalol-da. Savdo bo'laveradi. Savdo bo'laveradi. Shuning uchun sotishga qiynalib turgan mashinalar bo'lsa, aytsanglar, sotib olamiz. Yo'q aka,
Manikini mabodo sotib bera olmaysizmi desalar, kanallarimizga qo'yib reklamalar qilib, uni ham qilib beraveramiz. Beminnat, tekin. Reklama xizmati pulli emas bizda, tekin. Joningiz sog' bo'lsin aka. Telefon nomerimiz 24 7. Mana shu ekranda turgan telefonlarga o'rtoqlar ertalab soat 8 dan kechqurun 18:00 gacha bozorda bo'lamiz. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz yo har doim ishda bo'ladigan aka-ukalarimiz 24/7 bemalol murojaat qilaversinlar. Tortinmasdan. Tortinmasdan, telefon qilganda akalar, endi ko'pchilik kech bo'lgandan keyin uzr, bezovta qilmadan uzr so'rash hojati yo'q. Ishimiz shu. Bitta mashina sotilsa bu cho'ntakka daromadda. Tushungan insonsiz Shuning uchun любой vaqt telefon qilaveringlar. Soat 12 bo'lib qolibdi yo 1 bo'lib qolibdi. Bir xil odamga yoqmaydi-da. Telefon qilib men ko'tarveraman. Uxlab qolsam esda yo'q, mana shuni bo'lsa mana ishonmasangiz mana shu odamlar mana yozish uchun kommentariyani biron marta 12:1 da telefon qilsa, "San nima telefon qilding?" demayman. Soatga qaradingizmi demagansiz? Yo'q, shuni olib "Assalomu alaykum, yaxshimisiz?" deb telefon qilib gaplashaveraman. Shuning uchun o'rtoqlar mana shu ekranga turgan telefon nomerlarga bemalol murojaat qilaveringlar. Sotishga qiynalib turgan mashinanglar bo'lsa, uni aytinglar sotib olamiz, yo sotib bering, yo kanalingizga qo'yib reklama qilib bering, uni ham qilib beramiz akalar. Bemalol murojaat qilaveringlar. Telefonimiz 24/7 aloqada. Hammaning ishiga omad, Sizda ham ishingizga savdoga cho'ntagiga daromad. Boyaga aytganimdek, mana bank sistemasi bo'yicha umuman xavotirga o'rin yo'q akalar, cho'chimanglar. ko'ngilda to'q kelaversin. Mana vaqtim bir 3-4 soat ketadi deb qo'rqib unoq qilmanglar. Shundoq kelasizlar, hamma joy bank. Hamma joy. Hazilsiz. Bank. Yakshanba kuni bo'lsa ham banklar ishlashyapti. Borasiz, hujjat berasiz, yarim soat 20 minutda hujjat qilib, o'sha mashinani minib ketasiz. O'zingiz yo'l yo'riq ko'rsatasiz. Kimga biron bir maslahat kerak bo'lsa, bir yordam kerak bo'lsa ham o'rtoqlar telefon qilaveringlar. Qo'limizdan kelgancha, aqlimiz yetgancha yordam beramiz. Keyin bozordan misol mashina olmoqchi bo'lsalar, olmoqchilar. Misol Gentra olish niyatlari yo'q. Xo'p. Yo Cobalt olmoqchilar yoki Malibu olmoqchilar yoki boshqa bir mashina olmoqchi bo'lsalar, misol viloyatdan keladigan bo'lsalar, tanish bilishlari yo'q. Shunaqa. Telefon qilib oldimmi kelinglar, xohlagan mashinanglarni borib, o'sha kraska, probeylarni ko'rib, savdolariga aralashib, mashina ham olib beraveraman. Olib berish xizmati. Olib berish xizmati tekin. Tekinga. Baribir bozorda o'tiribman-da. Bekor o'tiribsiz. O'tiribman. Begim kunlari ham misol mana dushanbadan jumagacha misol ham bozordaman. Bekor o'tiribman. Kelib Rustam aka mana bir Malibu ko'rdim yoki Captiva ko'rdim yoki Equinox ko'rdim. Shuni olmoqchiman. Bir kraska, probey, bir savdosiga aralashib bir yordam bering desalar ham beminnat, hazilsiz. Bor yordam. Sizdan boshqa hech kimni yaxshi tanimayman deb desa, desa, endi misol pul bilan kelishsa, ko'pchilik cho'chiydi. Shunday. Endi yaxshi bor, yomon bor, 5 qo'l barobar emas. Bunaqasiga ham beminnat yordam beraveramiz. Olish, sotish xizmati tekin ekan. Olish, sotish xizmati tekin. Shu bitta mashina olsalar, u pullik. Hoji aka, rahmat sizga ham. O'rtoqlar, YouTube'ga kirib Rustam aka kanallariga like, podpiskalarni ayamanglar. Instagramga Rustam avto kanallariga ham kirib, like'larni bosib tashlaylar. Sog' bo'linglar. Rahmat.